Assalamu alaykum. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida Agrobank Yangi filialına biriktirilgan 10 gektardan iborat maydonda turibmiz. Bu maydonimiz Huma Agro Tamarka xizmatına 31 ta ijarachini kooperatsiya asosida berkitganmiz va bugungi kunda agrotexnik tadbirlar o'tkazildi. Bundesine 400, boyunu enine 250 metrni tashkil qiladi. Bu maydonlardan 350 sentinerden 35 tonnadan cami 350 tonna paliz ekilleri, kontaruz ekillerini yetiştirişini hesap kitap kılganmiz. Ve bunu hesabından her bir icaraçıya birinci ekinin özünden 38 milyondan 40-41 milyonaça daromad alışını rejalashtirganmiz. Bu her bir kilosini 4000-5000 so'mdan satışını rejalashtirganmiz. Ve bugünkü kunda agrotexnik tadbirlar o'tkazilgan. Hozir mana kontaruzlarimiz hasıla kirgan.